Bolalar va katta yoshdagilarning qo'shimcha ta'lim olishi uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra, qo'shimcha ta'lim quyidagi turlarni o'z ichiga oladi. Bolalar uchun qo'shimcha ta'limni, katta yoshdagilar uchun qo'shimcha ta'limni. Bolalar uchun qo'shimcha ta'lim uzluksiz ta'lim berishning tarkibiy qismi sifatida ularning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirish, ma'naviy ehtiyojlarini qanoatlantirish maqsadida amalga oshiriladi. Bunda davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, shuningdek tijorat tashkilotlari, madaniy, estetik, ilmiy, texnikaviy, sport va boshqa yo'nalishlarda bolalar uchun qo'shimcha ta'lim tashkilotlarini tashkil etishi mumkin. Katta yoshdagilar uchun qo'shimcha ta'lim ularning ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini qanoatlantirish, qo'shimcha bilim va ko'nikmalarni egallashiga ko'maklashish uchun tashkil etiladi. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi.